YouTube orqali Dehqon bola kanalini kuzatib boruvchi do'stlarimizga Royal Tiago degan gilosni ko'rsatib boramiz. Bugungi sanamiz 10-mart 2025-yilga ko'ra mana Royal Tiago degan gilos xudo xolasa 15-20 kunda to'liq pishib yetiladi. Bog'ning holati juda ham zo'r. Ekilish sxemasi 5:3, eng to'g'ri sxema. Holatni ko'ringlar. Mana qo'shmaqli yo'q gilosda, sort tanlashda adashmanglar. O'zi bir yilda Volovoy sertsada ham hosildorlik juda yaxshi bo'ladi. Mana gilos. Holatdan ko'rib bitta like bosib, videoni do'stlarga tarqatib qo'yishni unutmanglar. Podvoy vishnya qora gilosga ulangan, olcha gilos. Qo'shmaqli mana 10 taning ichida bo'lsa bir dona bor. Deyarli yo'q hisobida. Kalibr zo'r bo'ladi, rangi sariqligida sotiladigan gilos shu bo'ladi. Buni ham bir tomondan aytib o'tib ketamiz. Bu gilos to'liq pishganda qizartiraman desanglar, yorilish kuzatiladi. Shuning uchun ertaki sariq rangligida sotiladigan gilos. Agar qizartirib daraxt ustidan sotaman desangiz, yorilib ketadi. Sog' bo'linglar, sifatli mevali ko'chatlarni Dehqon bola kanalidan uzatib olaverasizlar. Bitta like bosib, bog'dorchilikka qiziqqan do'stlarimizga videoni tarqatib qo'yamiz. Bundan yangilarni hali sizlarga oldinda qo'yib boramiz.